Savdo do'konini qurish uchun ruxsatnoma olgandan so'ng qurilish ishlarini boshlaversam bo'ladimi? Ruxsatnoma olgandan so'ng arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Davlat xizmatlaridan oson foydalanish uchun my.gov.uz portalida arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish xizmatidan foydalangan holda so'rovnoma yuborasiz. Arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish bo'yicha so'rovnomaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Tuman yoki shahar qurilish bo'limidan ruxsatnoma. Ushbu ruxsatnoma binoni rekonstruksiya qilish yoki yangi bino qurish uchun talab etiladi. Agar loyiha yirik investitsion loyiha bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining qarori yoki elektron auksion natijalari haqidagi bayonnoma qo'shiladi. Qurilish uchun zarur bo'lgan muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish kerak bo'lsa, tegishli texnik shartlar so'rovnomaga ilova qilinadi. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorida to'lov amalga oshiriladi. Shundan so'ng so'rovnoma vakolatli organ hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasiga yuboriladi. Vakolatli organ so'rovnoma tushganidan so'ng ma'lumotlarning haqqoniyligini tekshiradi va ariza beruvchiga elektron shaklda vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan ARTni ishlab chiqishning qiymati ko'rsatilgan hisob fakturani yuboradi yoki rad etsa, aniq sabablarini va qonunchilik hujjatlari normalarini ko'rsatadi. Buyurtmachi hisob fakturada ko'rsatilgan 1 oy muddatda summani to'laydi va to'lov amalga oshirilgandan so'ng vakolatli organ tomonidan belgilangan muddatda ART ishlab chiqilib my.gov.uz portaliga yuboriladi. Qurilish obyektining shakli va ko'lamiga qarab muddatlar o'zgarishi mumkin. Shuningdek, qaror qabul qilinadigan bosqichlar ham belgilanadi.